O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat siyosati va boshqaruvi akademiyasida kelajak liderlari qo'shma qayta tayyorlash ta'lim dasturining ochilish tadbiri bo'lib o'tdi. Mazkur dastur mamlakatimizda davlat boshqaruvi tizimi uchun yuqori malakali, zamonaviy fikrlaydigan, mas'uliyatli yosh rahbar kadrlarni tayyorlashga qaratilgan muhim tashabbus hisoblanadi. Dastur doirasida boshqaruv samaradorligi agentligi tomonidan o'tkazilgan ochiq tanlov orqali saralab olingan 50 nafar iqtidorli tinglovchi Prezident huzuridagi Davlat siyosati va boshqaruvi akademiyasida ta'lim olish imkoniga ega bo'ldi. Kelajak liderlari dasturiga qabul qilinishi juda ham katta imkoniyatlar yaratdi. Bu dasturda hozir biz 5 oy davomida ta'lim olamiz. Bunda o'tayotgan stajirovkalar esa o'sha xorijda va o'z hududimizda olib boriladi. Bundan biz yangi O'zbekiston qiyofasiga mos bo'ladigan zamonaviy rahbar o'zini qanday tutishi, aholi bilan qanday ishlashi va o'sha xalqaro delegatsiya bilan olib borayotgan siyosatlari O'zbekiston manfaatiga to'g'ri kelishini o'rganamiz. Ta'lim jarayoni 5 oy davom etib, 1080 soatlik kompleks o'quv dasturini o'z ichiga oladi. Unda davlat boshqaruvi asoslari, strategik rivojlanish, liderlik salohiyati, qaror qabul qilish ko'nikmasi, zamonaviy boshqaruv texnologiyalari kabi yo'nalishlar bo'yicha nazariy va amaliy bilimlar beriladi. Dasturning yana bir muhim jihati shundan iboratki, uning amaliy komponenti juda boy, deyarli 60% ni amaliy mashg'ulotlar tashkil etadi va tinglovchilarimiz vazirlik, idoralar, hokimliklarda 2 oygacha stajirovka o'tishadi va ushbu jarayon demak haqiqiy real boshqaruv jarayonlari bilan tanish imkoniyatini yaratadi. Dastur yakunida ishtirokchilar dolzarb boshqaruv muammolariga bag'ishlangan loyiha ishlarini himoya qiladilar. Eng yaxshi natija ko'rsatgan tinglovchilarga xorijda stajirovka o'tash imkoni beriladi.